Men o'zi nima tug'ildim, balki meni tug'ilishim xato bo'lgandir, balki men umuman kerak emasdirman, nimadir xatosi bo'lgandirman degan insonni hech uchratganmisiz? Hozirning o'zida men sizni tug'ilishi rejalashtirilmagan, tug'ilishi rad etilgan, ota-onasi tomonidan inkor qilingan va jamiyat qabul qilmagan 4 inson bilan tanishtiraman. Biz tanishadigan 5-inson esa g'oliblar ichra eng katta g'olibdir. G'oliblar ichra eng katta g'olibdir. Biz tanishadigan 1-inson keraksiz bola tamg'asi bilan ulg'aygan, asrandi bo'lgan, ota-onasi uni tashlab ketgan Stiv Jobs. Ha, bu inson bilan barchamiz allaqachon tanishmiz. U dunyoga kelganda hech kim uni quchoqlamagan. Ammo bugun har safar telefonni qo'lga olganimizda uning ishlari, tarixda qoldirgan izi hamon har birimiz bilan ekanligini anglaymiz. Bugungi kunga qadar iPhone, Mac, dizayn falsafasi, minimalizm tafakkuri aynan shu inson mehnati tufayli rivojlangan. Keraksiz bola tarixni o'zgartira oldi. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Biz tanishadigan hozirgi inson zo'ravonlik, aniqrog'i zo'rlash natijasida tug'ilgan. Bu Oprah Winfrey. Ha, u zo'ravonlik natijasida tug'ilgan. Bolaligida kamsitilgan. Sendan hech kim chiqmaydi deya unga ko'p marotaba aytilgan. Ammo bugungi kun millionlab ayollarning o'ziga ishonchi, psixologik ochiqlik madaniyati va media orqali shifo topa olishlari mana shu insonga borib taqaladi. Ha, uni tug'ilmasidanoq yo'q qilmoqchi bo'lishdi. Ammo u hayoti davomida ko'plab insonlarni tiriltira oldi. Ha, uning tug'ilishi uyat hisoblangan. Lekin u hayoti davomida shuni isbotlay oldi. Insonning kimligini u qanday, qayerda, kim bo'lib tug'ilgani emas, balki uning ichidagi kuchi belgilaydi. Va bu haqiqatni Oprah Winfrey isbotlab berdi. Hozir ismi tilga olinadigan inson misoli noto'g'ri qo'shilgan deb aytishingiz mumkin. Va balki hozir ham bu inson tug'ilmagani yaxshi edi deyishingiz ham mumkin. Ha, bu insonni hatto tug'ilmasdan oldin onasi abort ham qilmoqchi bo'lgan. Lekin aynan shu inson misolida biz asosiy bir g'oyani anglay olamiz. Bu g'oyaga yaqinlashish uchun esa bu inson bilan yaqinroq tanishishimiz lozim. Bu Adolf Hitler. Ha, onasi homiladorligida uni abort qilib yo'q qilib tashlamoqchi bo'lgan. Bolaligida otasi tomonidan u doimiy kaltaklangan. Jamiyat uni rad etgan. Ha. Siz aytishingiz mumkin, agar bu inson rostdan ham tug'ilmaganida millionlab insonlar tirik bo'lardi-ku deb. Keling, rostdan ham buni savol tarzida o'ylab ko'ramiz. Agar u tug'ilmaganida millionlab insonlar tirik bo'larmidi? Agar bu savolni o'zgartiradigan bo'lsak-chi. Agar u o'zining tug'ilishidagi va bolaligidagi jarohatlarni davolaganida-chi, bu insonlar tirik bo'larmidi? Millionlab insonlar tirik bo'larmidi? Biz shuni ayta olamizki, tug'ilish emas, balki davolanmagan jarohatlar halokat yo'lidir. Har bir tug'ilgan inson bu qudratli kuch. Bu kuchni qanday ishlatish esa har bir insonning o'zining qo'lida.
Jarohatlarini davolamagan inson qanday tarixiy shaxsga aylanganini bilib oldik. Ana endi esa kimligini idrok qilgan insonlar dunyoni qanday o'zgartirganini bir eslab ko'raylik. Gap tug'ilishda emas, gap yashash tarzida. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. Keling, bolaligidan zo'ravonlik to'lg'aygan va hayoti davomida karga aylanib qolgan, lekin shularga qaramasdan go'zallikni yoza olgan va go'zallik paydo bo'lishiga sababchi bo'la olgan yana bir inson bilan tanishsak, bu Ludwig van Beethoven. Ha, uni otasi majburan daho qilishga uringan, shuning uchun ham uni tarbiyalashda va o'stirishda qattiq zo'ravonliklardan foydalangan. Keyinchalik esa u kar bo'lib qolgan. Tasavvur qiling, u dunyodagi eng buyuk musiqani yozgan. Ammo ularni o'zi eshita olmagan. Qanday qilib degan savolga esa u shunday javob bergan. Ha, men musiqani eshita olmayman, lekin ruhim orqali his qila olaman. Ruhiyatim orqali seza olaman. Uni ishonch bilan klassik musiqa asoschilari ro'yxatiga qo'ya olamiz. Va aynan uning musiqalaridan hozirgi kunga qadar emotsional terapiya, musiqa orqali davolash terapiyalarida foydalanishadi. Va shunchaki o'zingiz ham yana bir bora bilaman eshitgansiz, yana bir bora uning musiqalarini tinglab ko'ring. Ruhiyatni xotirjamroq bo'lishiga, fikrlarni jamlanishiga bu musiqalar sababchi bo'ladi. Ba'zilar tug'ilmasligi kerak edi, lekin tarixiy shaxsga aylana olishdi. Ba'zilar tug'ildi va ichidagi zulmatni yenga olmadi. Biz tanishadigan 5-inson bu sen. Ha, meni kuzatayotgan aziz tomoshabin, bu sen. Nima uchun bu ro'yxatda sen borsan bilasanmi? Chunki sen millionlar qatnashgan jangda g'olib bo'lgansan va bu jang oson bo'lmagan. Va g'oliblik sening borligingning o'zida namoyondir. Har birimiz tug'ilar ekanmiz. Millionlar qatnashgan embrionlar jangida g'olib bo'la olganmiz. Tug'ilish uchun millionlab embrionlar harakat qilgan, lekin aynan sen g'olib bo'la olding. Aynan sen hayot uchun kurashding va aynan sen bu millionlardan o'zib keta olding. Xulosa qilib shuni ayta olamizki, hech kim tasodifan tug'ilmagan. Hech kimning tug'ilishi xato emas va hech kimning tug'ilishi bejiz emas. Va har bir tug'ilgan inson bu avvalo g'olibdir. Sen g'oliblar qatoridasan. G'oliblardek yashashda davom et.